Chill, boss man. I got this, yeah. Kenaya, mana buni ham yutib qo'ying. Xo'p. Voy Kenaya. Labi Shahruxon, bugun suyuq ovqat qiling. Bilasiz-ku, oshqozon mazasi yo'q. Voy, oshqozonning mazasi bo'lsa qanaqa bo'larkin-a? Nima? Tushunmadim. Xo'p bo'ladi deyman. Kenaya, ani pul topib berib yuboring. Hali pul kerakmi? Qayerdan paydo bo'lib qoldingiz, aynani? Mana pulni. Bunisi вообще oshib tushdi, jonimga tegib ketdi. Ishoning, bo'g'ib o'ldirib qo'yardim u qaynonamni qizida. Kelinlar-u, Lafiya oyijon. Uyga sovchi kelyapti, tez tayyorgarlik ko'ringlar. Voy, hali meni o'qishim bor-ku. Tupuymi-siz o'sin? Ay, o'rganib qolmadi, sovchi ko'p bo'lardi. Voy, o'sinjon, bu zo'r imkoniyat. Qaysinimizdan qutulish yo'li topildi. Albatta, hozirgi kelgan sovchilarga 100% erga berib yuborish kerak buni. Balki choy icharmiz? Hozir olib kelamiz. Yo'q, qizingizni qo'ymadan choy ichgimiz kelyapti. Shahlo qizim, choy olib kel. Qaynisining uyalanadi ozgina. O'zim tanlab kela qolay-ya. O'tir. Shahlo qizim, iltimos, sizsi bor. Choy olib kel. Voy, oyjon, pashshani o'ldirdim. Qizinglar qayerda o'qiydi? Qizimiz baksyo. Bank kirmoqchi edilar, bankda ishlaydi. Ayniqsa bizani pulimizni hatto siz sanaydilar. Qo'llari biram shirin. Ayniqsa o'ng qo'li. Kirlarni shunaqa yuvalli. Kirlar yirtilib ketadi. Voy, yo'q, maylimi qizinglarni rasmga olsam, o'g'limga ko'rsatardim. Mayli.